hamma institutga, oliy ta'lim muassasasiga bittadan, ikkitadan, kimgadir 3tadan kilometrga qarab, katta-kichikligiga qarab turib, sohasiga qarab turib hamma yoqni o'ylaymiz, ko'cha beramiz. Ko'cha. Mana shu ko'cha falon institutga bo'ladi. Men sizlarga u yerga bir daraxt ekinglar, trotuar qilinglar yo boshqa qilinglar demayman. Sizlar o'sha ko'chani egasi bo'lasizlar, o'sha ko'chaga egalik qilasizlar. Qanaqadir o'zlaringizni o'qituvchilaringiz bor, o'zlaringizni o'quvchilaringiz bor. Har kuni ertalab bitta o'quvchi bunday bir aylanib keladi, bir o'qituvchi o'sha yerdan bir piyoda yuradi, foydasi ham bor sog'ligiga. Qani bir tozaligi nima, odamlar nima, qayerdan qiynalyapti, qayerda trotuar sinib ketgan, qayerga masalan qaysi ko'chat quriyapti, yo qaysi ko'chat gurkurab rivojlanmayapti, yo qaysidir ko'chatga kasallik kelib qolgan, yo qayergadir kustarnik kerak ekishimiz kerak, yo qayergadir poliviy ishlamaydi yoki yo'q o'zi umuman poliv. Qayergadir nogironlar uchun imkoniyati yo'q, misol uchun qaysidir nimaga umuman qarab turib nima qilsak yaxshiroq bo'ladi yoki palaparchi ko'chat ekilgan. Bitta ko'chada 4 xil 5 xil aralashtirib tashlab yuborilgan ko'chat misol uchun. Shunaqa bir 1000 xil masala borda. Shularni sizlar olasizlar-ku, shu ko'chaga bir boshdan o'zlaringizga bitta darojli kartacha qilib olasizlar. Keyin uni obodonlashtirish egasi bor. Ikkita egasi bor. Ko'chatlarni demak birinchi hozir qiladigan ishimiz kasallarni davolashimiz kerak. Buni biz boshlaganmiz, bir hafta bo'ldi. Keyingi ishimiz qayerga ko'chat yo'q bo'lsa o'sha ro'yxatini qilasizlar. Qanaqa ko'chat kerakligini o'sha ko'chatdan toptirtirib, mana 2 oydan keyin kuz keladi. Noyabrga eksa bo'ladi. Palaparchiga kelgan joylarni almashtiramiz. Shuni qilamiz. Qayerda kustarnik ekish kerak bo'lgan bo'lsa, uni ham ko'rasizlar. Faqat sizlar ko'rsatib beringlar shaklini. Kustarnikni mana bunaqa shaklga eksa chiroyliroq chiqadi. To'g'ridan to'ppa-to'g'ri qilib ekib ketsa ham bo'ladi, lekin ozgina dizayn bersak chiroyli bo'ladi-da. Viloyat hokimi Aziz Boboyevning oliy ta'lim muassasalari rektorlari bilan uchrashuvi yoshlar salohiyatini hudud rivojiga yo'naltirish masalalariga bag'ishlandi. Viloyat rahbari yosh olimlar va talabalarning bilim hamda salohiyati hudud taraqqiyotiga turtki berishi mumkin bo'lgan sohalar xususida alohida to'xtalib o'tdi. Qayd etilganidek, shahar ko'chalarini oliy ta'lim muassasalariga biriktirish tashabbusi ko'kalamzorlashtirish ishlariga yangicha yondashuvni joriy etishga xizmat qiladi. Endilikda bir martalik hasharlar o'rniga atrof muhitga tizimli g'amxo'rlik qilish tamoyili ustuvor ahamiyat kasb etadi.